Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba 22-may 2025-yil akalar. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deutex'ning oldidamiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga qo'zi so'raganlar, qo'zi ishqibozlariga, qo'zini arzonini, puli yengilini olaman elbe deganlarga hurmatli obunachilar, bugungi partiyamizda akalar, bugungi syomkamizda qo'zilarimiz bor ekan. Videoda oxirigacha ko'rsalar akalar, bularning narxlari, dastavkalari, hamma ma'lumotlarni videoda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Qo'zilar qaranglar, o'ta gullari kelgan. Bir donadan like bosib, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, bizni podeshyalar qo'llab-quvvatlab turibsizlar akalar. Bundan arzonini sizlarga chiqarishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, necha partiya ko'rsatamiz Salohiddin? Assalomu alaykum. Salomni tushunsiz, charchamang. Charchamang. Obunachilar necha partiya ko'rsatamiz? Aka 2 partiya ko'rsatamiz. 2 partiya ko'rsatamiz, a? Vahshiy yengil arzonlaridan. Birinchi partiyaga nechta soni? 22 dona aka, 2 dona sog'lig'i bor. Ha, 22 dona bo'ladi, 2 ta sog'lig'i bor, a? 2 dona sog'lig'i bor. 22 donaga hurmatli obunachilar, tashqariga chiqarib, bularning narxlari bilan o'zlarining yosh oilalarining chiroyli qilib dastavkalar, hamma ma'lumotni akalar sizlarga chiroyli yoritib beramiz aka. Like bosinglar, syomkani boshladik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana tashqariga olib chiqib qo'zlarimizni teri safga terib oldik. Xo'p, Salohiddin 22 ta son, a? 22 dona. Xo'p, yosh oilalari qanaqa buni? Videoni Salohiddin bunaqa video cho'zmaymiz. Tezda akalar keyingi partiyani ham ko'rsatamiz obunachilar. Qo'y o'zini o'zi maqtayapti. Ha, keling. Qo'zilar ko'ringlar, qo'zilar sifatlari, holatlari o'ta go'zal ekan. Quloqlari butunmi? Puli ham go'zal. Aka 22 tasini qulog'i bitmabdi aka. Quloqlari butun, ha? Buni qarang, janovorda aka. O'zini ko'ringlar akalar. Simligini ko'ringlar, yaltirab qo'zi ekan, mana shu qo'zi. Ha, aka xudo xolasa. Soliqchi ekan mana shu. Mana shu soliq aka. Mana shu soliqchi ekan. Ikkita dedingiz, soliq albatta. Ikkita aka, soliq. Solig'i 2 dona. Yosh oyligi qanchalik bo'ldi bular? 4 oylik aka, yosh oyliklar aka. Yosh oylari 4 oylik atrofida qo'zilarimiz ekan. Yeb ichishlari yaxshi? Yeb ichishlariga aka 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Yeb ichishlariga 1 hafta 10 kun garantiyalari bor ekan. Garantiyalarni berishadi 1 hafta 10 kun, yedirib, ichirib, sinaqdir ekan. Xijolat akalar, ekranni men telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi bolalar chiroyli qilib berishadi narxlarini. Boqib sifatini ko'ringlar. Pulga tushsa bo'ldi. Ko'pchilik g'oshni olamiz, dumbasi pastga osilmagan bo'lsin, kam dumba bo'lsin deganlarga akalar, muqaylar dumbalari ham tik dumba. Bunaqa pastga osilgan, bunaqa dumbasi xunuk bo'lib osilib ketgan emas. Hammasiniga akalar o'ziga yarashgan, to'rtburchak qaranglar, dumbalari tik hammasi. 20 dona qo'chqor bor. Xo'p, bundan keyingi partiyasi ham odamni ishqiboz qilayotgani bor aka. Bulardan keyin, ha? Sifati ham zo'r. Bo'ladi. Xo'p, Salohiddin bularni endi dastavkalarni qatgacha qilib beriladi endi. Hammasini optim yozsa, keyin dona yozsa qatgacha. O'zaki soni oz, Elbek. Soni oz ekan. Soni oz. Vodiy bo'ylab deylar aka. Vodiy bo'ylab. Toshkentgacha. Toshkentgacha bo'pti aka. Toshkentgacha qilib beramiz. Lekin Samarqandlarga qilib berasiz, kelishilgan holatda, to'g'rimi? Kelishilgan holatda qilib beramiz aka. Kelishilgan holatda akalar Samarqand tomonlarga ham qilib berinavergan, optimiga olsalar. Bitta ikkita oladiganlar ham bemalol telefon qilishlari mumkin. Dastavkasini qilib berishadi, kelishilgan holatda. Vodiy bo'ylab bir dona olsalar ham bepul akalar. Toshkentgacha bir dona olsalar ham bepul qilib berishadi. Lekin o'sha tog'da Ag'ya akalar, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo taraflarga kelishilgan holatda dastavkasini kelishasizlar. 50 kg qilsalar ham jo'natib berishadi, optim olsalar. Xo'p, Salohiddin buni narxini nima deymiz endi? Videoni cho'zmaylik-da. Narxini ayting, narxini kelishtiring. Narxini yo'llaga beraman aka. Qanchadan qilib berasiz? Maza qildim deb berishadi aka, obunachilar aka. Aka narxini mana 2 million 600 ming, 2 million 700 ming bas aka. 26-27 bas, a? U narx yo'q aka. U narx yo'q. Aka 24 dan o'tib beraman aka. 2 million 400 dan 2 million 400 ming so'mdan o'tib beraman. 2 million 400 ming so'mdan akalar mana. Xayri bor. Telefon qilsalar xayri bor ekan. Qaranglar mana 2,5 26-27 bas ekan. 2 million 400 mingdan bo'lib ketdi akalar. Qo'zilar 4 oylik, 4,5 oylik atrofidagi qo'zilar 2 million 400 mingdan akalar. Telefon qilsalar akalar. Elbek obunachimiz bilan yana o'tadigan joyi bor ekan. Xudo xolasa mana qanchadan o'tib berasiz endi? Endi o'zlariga o'tib berasizmi? O'zlariga o'tib berasiz. Xolasa aka, vahshiy zo'r chiroyli narx beraman aka. 24 dan o'tib beraman aka. 24 dan o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Qancha o'tib berasiz endi? Men videoda o'tib beraman aka. 2 million 300 ming so'mdan aka bitta joyiga bo'laveradimi aka? 2 million 300 dan. 22 tasini. Dastavkasi? Dastavkasi aka bo'ynimizda aka. Bo'ldi. Men qarab turing mashinani. O'zi 23 dan arzon qo'ydi, to'g'risida. Aka xudo xolasa aka vahshiy yo'lida aka. Obunachilar zolim maza qiladi aka. 2 million 300 dan gapi Toshkentgacha va Samarqandgacha bizda ham obunachilar xafa bo'lib qolsa bo'lmaydi. 23 dan Samarqandgacha olib berasiz. Bor aka. To'sing oldin.
2.300 dan hurmatli obunachilar Samarqandgacha yetkazib yuborib berishadi. Qaranglar. Ichidan bitta ikkita tanlab olaman degani ham 2.300.000 mingdan tanlab olaversan aka. Voy. Bitta ikkita tanlab olaman degani Gap ham aka. gap film olishgandan yana. Onasini ham sen aka bir qozon go'shtda nimasi 2.300 dan 2.300.000 so'mdan 2.300.000 so'mdan akalar. Hali bitta olsalaring ham tanlab olaverarkan sizlarga. Mana shu soliqni olinglar, qaranglar, mana shu soliqda go'zal ekanchilar. Keyingi partiyani ko'ramiz, like bosib turasizlar. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga akalar. Mana o'ta puli yengilroq akalar, qashqasidan so'raganlar. Mana yarmi boshi oqagan, qaranglar. Yarmini boshi oqagan, yarmi qop-qora qo'chqorlar ekan. Hop, bular hammasi qo'chqor-a? Yo'q, 5 dona solig'i bor aka. Ha, 5 ta solig'i bor albatta. 5 ta qo'chqor, 5 ta solig'i. Ha, 5 ta soliq, 5 ta qo'chqor ekan akalar. Bularni ham qaranglar, mana quloqlarni uzunligini qaranglar, mana qaranglar. Tuyoqlarni qaranglar, baquvvatligini. Ajoyib baquvvat ekan. Qashqachalarni ham qarang, qashqachalarni elbaga 5 ta qashqa ekan. 5 dona qashqa. 5 tasi qashqa ekan, 5 tasining boshi oq ekan akalar. Qanaqa qilib yursinchi? To'nlari ham akalar qaranglar, simjun. Simjun qo'zilar ekan. Noxolis qo'zilar. Oyog'i o'zi ham baquvvat ekan, mashhur. Soni 10 dona. Yosh oyligi qanaqa bo'ldi bularning? Yosh oyliklari aka 3 oylik aka. Yosh oyligi 3 oylik, ha? 3 oylik. 3 oylik qo'zilar ekan bular, qaranglar. Yosh oylik 3 oylik aka. Sutga yaxshi to'ygan ekanda bular. Sutga yaxshi to'ygan ekan. Xo'p, bularda endi uni bitta joyga pulni nechta qilib berasiz? Ona 24 dan kami bor. Mana qarang. 23 dan qilib berdi aka. 2300 dan. 100 ming farqi bor. 100 mingmi farqi? Endi aka obunachilar maza qilsin deyapti. 2300 mingdan. Nima deydi obunachilar, kommentariya yozib qoldirib ketasizlar. 2300 dan deyishyapti. O'tib bering, siz xayrini qilib bering. Elbaga siz labz o'lmas aka. Obunachilaringizga kommentni zo'r qilib yozib bersa bo'ldi aka. Hammadan arzon chiqar ekan bo'lsa aka olsin aka. Gap yo'q. 2.300 ming so'mdan deyman deyapti o'g'lim aka. Endi narigilarda aka 2.300 mingdan qo'yib bering. Ha? Buni aka 2.200 mingdan bitta joyiga 10 tasini olganga bersam bo'ladimi? 200 dan hammasini bitta joyiga. Bitta joyiga olganga aka. Lekin buni dastlabkasi vodiy bo'ylab aka 10 tani olgan odam. Bu soni oz ekan, o'shuning uchun vodiy bo'ylab qilib beramiz. 2.200 ming so'mdan narx puli bo'lgan bo'lsa, ekran nomer telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Shunday o'rnini bitta pachka lag'ov yuklab jo'natib yuborishadi. Borganda pulini to'lovlarni borganda qilaverasizlar aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz, eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldidan video syomka chiqaryapmiz. Ekran nomer telefon aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'la, salomat bo'la. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar aka. Barakasini bersin.